Tailandga bordim. Tailandda davosi topamadim. Bangkokga bordim. Dorilari yaxshi dedi. Keyin Gruziyada bor dedi. Gruziyaga bordim. Gruziyadan o'tdan ham dorilarni olib keldim. Hech qanaqa natija bo'lgan yo'q. Keyin Hindiston dedi. Hindistonga bordim. Hindistonda 5 oy turdim. 5 oy turib ham o'zimni davolattirdim, ham ixchog'imga hech qanaqa variant topamadim meni. Ixchog'imga hech qanaqa doktorlar, doktorlarga ko'rindim. Toshkentda Sanpiyda bo'ldim, Yangi Tashmiyda bo'ldim. Butun Toshkentda va частный больницаlar qolmadi pashti meni nimamdan. Kirmagan teshigim yo'q. Ixchog'imni 4 yildan beri totitaman. Mana shu yerga keldim. Bugun mana 5-kun yosh yigitdek mana o'qdek bo'lib o'tiribman, Xudoga shukr. Mana shu doktorlarning otasiga rahmat. Tan joni sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Hamma tomon. Men shamollashim bor edi. Men shamollashim 5 kun ichida yo'q ketdi. Ixchog'im yo'q mana. Hozir yosh yigitdayman. Tavsiya qilardim. Shu yerga kelib 5 kun, 10 kun dam olinglar, sanatoriyaga borgandek bo'lasizlar. Hech qanaqa Gagrani, bu Yaltani, bu Moskvani keragi yo'q bo'lib qoladi sizlarga. Mana o'zimizda ekan jannat, men endi o'zim bildim. Boshimdan o'tdi.